Demak, ovqat yeyishida tanlab yeyishlari bor, go'sht yemaysizlar. Kiyinishida ham tanlash. Pampersdamisizlar hali ham? Chiqdinglar? Chiqqanda aytmaydi, o'zim olib borib ketdik. Kattasini qilishchi? Kattasida ishtonni yechadi. Ishtonni yechadi, lekin pampersga qilmaydi o'sha. Qo'yishi mumkin. Men e'tibor bermagan vaqtda ilojsizlikdan. O'zim aytadi. Bo'ldi, lekin mana bir xil bolalarda mana bunaqa bo'ladi. Kichkinasiga garshokka o'tiradi, yo unitazga o'tiradi, kattasini qilishga pampers qidiradi, pampers kiyg'izganingizga qilib beradi. Unaqalari yo'qmi? Unitazga qildi. Xo'p, ovqat yeyishda bir xil idishda yeyishga harakat qiladimi? O'zini bitta yaxshi ko'rgan idishlari bormi? Yo'q, bu har qanday idish. Shovqinli muzikalargachi? Yo'q, pilisos, changyut anaqalarga shovqin chiqsa, quloqlarni yopishlari yo'q-a? Bo'ldi. Endi sizga nisbatan agressiyalari bormi? Misol uchun, bor-a sizga nisbatan agressiya? Siz uradi, ha. Aynan onaga nisbatan. Endi mana bu holatda biz hozir defektolog mashg'ulotini yozyapmiz, chunki bolamizga korreksion mashg'ulotlar zaruriy ravishda. Sababi birinchi bo'lib biz idrokni ochamiz. Idrokni ochganimizda bola o'zini ismiga reaksiya hamda tashqi atrofdan onasi yoki katta odami buyurgan tur, ol, o'tir, olib kel, olib bor, eshikni och, eshikni yop degan instruksiyalarga reaksiyasi paydo bo'ladi. Shundan keyin bolani mazmunli nutqga o'tkazamiz. Ya'ni, misol uchun bu nima deganida o'sha predmetning nomini aytishni o'rgatamiz. Endi bu bolada hozir gadjet bilan, televizorlar bilan muloqot ko'p bo'lgani uchun bola ingliz tilida ko'proq muloqotga kirishyapti. Lekin bog'chasida ham o'zbek tili, oila ham o'zbek tilida murojaat qilinadi. O'shaning uchun sizni agar farzandingizda shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa, Dialog o'quv markazi BMP klinikasida o'z filialini ochdi. Marhamat qilib sizni o'z mashg'ulotlarimizda kutib qolamiz. Rahmat.